Mana bizda hozir gaz yaxshi yonyapti hisob. Bundoq qarasangiz eshitilyapti, ovozi yaxshi. Gaz ko'tarilishi yaxshi emas unaqa. Hozir bizda buni mana bitta filtr bor. Mana shu filtr tiqilib qolganligi uchun biz hozir buni yechamiz. Endi mana shestigranik kulchimiz yo'qligi sababli biz bitta shestigranik yechgan bo'ladi o'zi. Yo'qligi sababli hozir mana tepasidan pastidan yechib tozalaymiz. Shuni video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana gazni yopamiz. Gaz hozir avtomatik o'chadi. Tepasidan yechib oldik. Endi pastini yechamiz. Mana pastidan ham yechib oldik. Buni reduktor deyiladi. Mana tam ochib regulovka qiladigan joyi bor buni o'zi. Gazni ko'paytiradigan, kamaytiradigan joyi bor. Mana shuning ichida. Mana hozir biz buni yechishga, mana shestigranik yechishga qurbimiz yetmagandan keyin biz buni mana yerga uramiz. Hozir yerda ham ko'rsatdim. Qo'lim mayda narsaga tushyapti mana. Qo'lim mayda. Bo'ldi, yana uni joyiga qo'yib qo'yamiz. Pasını kontrol aldık pasını. En tepeye batırıyoruz. Gaz bo'lmay qolib o'tsa, mana shunaqa chiqadi. Anaqa qiladi, reversini bosganda o'tgani. Mana reversini bosganingiz bilan bu qaytmaydi, paka gaz yo'q bo'lsa. Gaz kelgandan keyin mana hozir ko'ramiz. Mana gaz keldi. Endi reversini bosamiz. Mana ishlashga tushdi. Gazimizni ko'taramiz. Mana endi gaz o'tishi yaxshi bo'ldi, endi qiziydi. Mana bo'lgan ishimiz shu. Qilgan ishimiz shu. Buni ko'rsatayotganimiz sababi ertaga usta kechqurun yo'q bo'lsa, kela olmasa, poylab o'tirsangiz uy sovib ketib qoladi. Bola chaqa sovida qolmasligi uchun o'zingiz tushib shu ishni qilib qo'ysangiz bo'ladi.
bu erkak kishilarga tegishli.